pianinani Ra'no uchun asrab qo'yayotgandik, lekin hali yoshi kichkinaligi uchun, qo'llari ham, barmoqlari ham kichkinaligi uchun o'qituvchiga bermayotgandik, lekin o'zi chalishni boshladi, o'rgangan, televizorda o'rgangan musiqalarini. O'zimiz ham hayratda biza. Ой, молодец! 피아노 치는 게 좋아해. 오, 그래. 나 혼자서도 피아노 잘 쳐. Nima deb o'ylaysizlar? Endi o'qituvchiga bersakmikin, to'garakka? Opasi, katta opasi uyimizga kelib o'rgatadigan o'qituvchiga, uyimizga kelib o'rgatgan o'qituvchi 8 yil davomida, lekin bitta musiqani chala olmaydi katta qiz, umuman. Chunki o'zida ishtiyoq bo'lmagan, dadasi qo'ygani uchun, dadasi san'atni yaxshi ko'radi, pianinani bilsin deb qo'ygani uchun, dadasini xohishi bilan o'rgangani uchun, nima desam, birorta musiqani hali bilmaydi. 8 yil o'rgangan bo'lsa ham, lekin agar Ra'noxonda ishtiyoqi bo'lsa qo'yamiz deganmiz. Chunki katta opasida ko'rdik, biz xohlaganimiz bo'lmaydi, bolani xohlagani bo'ladi. Chunki o'zi xohlasa yaxshi o'rganadi degan fikrda. Nima deb o'ylaysizlar, o'qituvchiga bersammikin, o'qituvchiga chaqirsammikan uyga endi?